Salom, mana raspakowочка. Mak ishlatganman. Kecha do'konga borganda Mak so'rasam, nima dedi bilasizlar? Mak уже hech kim ishlatmaydi, modadan qolib ketgandi. Главное, Makni o'sha magazindan o'zida olganman. 6 oy oldin oldim, по-моему. Faqat 2-3 ta rang ishlataman. Asosan mana 2 ta rang ketadi. Faqat shu uchun borib boshqa teng oldim. Mak modadan qolgan bu Mak уже hech kim ishlatmaydi-ku. Mak уже chiqib ketdi, bir nima dedi. Или o'zida bo'lmagani uchun shunaqa dedim, по-моему, Mak chiqib ketadigan kosmetika emas, chunki ranglari ham hammasi zo'r. Ayniqsa nude ranglari shunaqa zo'r. Qanaqa bo'tda qanaqa bo'lsa, surganda ham sразу shunaqa chiqadi. Shuning uchun menga Mak yoqardi. Menimcha ko'pchilik hozir kosmetika olib ko'rib zo'r sotayotgani uchun ular ham menimcha Makni yig'ishtirib tashlab, shunaqa kosmetika olib ketishgan. Chunki bularni men 500 mingdanmi, 600 mingdan olganman. Yaxshiligiga ishonardim kechagi kungacha. Magazinchi. U deganik, shuning uchun mayli unda boshqa qaysi brend bor yana desam, qaysi brendni taklif qilasiz desam, tushunarsiz, boshqacha brendlarni taklif qilish boshladi. Ima ularni umuman ko'rmaganman. Da ladna tagda deb bunaqa koreyskiy oldim. Menga hamma ranglar bor ekan nazarimda. Hammasi takoy nude svetlar. Buni menga yoqqani, ishlatib ko'rmadim, hali umuman ishlatmadim, switch ham qilib ko'rmadim. Hamma rangi nude ekan. Qaranglar, masalan, mana bu rangni ko'p ishlataman. Wow, ko'zaga qilamiz. Yo'da ochib ko'ryapti kamerada, no. Sразу o'tdi o'sha rang. Masalan, endi boshqa bu rangni qilib ko'ramiz. Yomon emas boshlanishiga. Aynan bu yerda qanaqa bo'lsa shunaqa o'tdi. Yomon emasga o'xshyapti. Bu koreyskiy ekan. Bu pomadka ishlataman. Maniki Revolution'da pomadkasi qolmadi. O'shaning uchun kecha uni ham so'rasam, u ham yo'q ekan. Bilishimcha, polniy boshqacha Shiglam, yana Beauty Creation shunga o'xshagan Xitoy kosmetikalarga o'tib ketishgan. Asosiy qismi tovarlarni o'shalar ekan. Nima taklif qila olasiz desam, shuni taklif qildilar. Chili dedilar, lekin nazarimda o'qilishi chili emas. Biladiganlar o'qib ko'ringlar. Kali Girl. Mana o'qilishi biladiganlar o'qib ko'ringlar. Men Kali Girl deb o'qidim. Avval chili deyishdi. Laqabi chili bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Hech qanaqasi chili deb o'qish mumkin emas buni. Angliyskidan xabar borlar, ayniqsa mana buni ranglari. Mana bu pomadkasi. Teng deyarli ishlatmayman. Buni ko'ramiz pomadkasini. Mana pomadkasi. Sochib ko'rganman. Wow. Mana. Mana raspakka qilish ham yengil ekan. Zo'r. Faqat kecha shu ikkitasini pakopka qilib keldim, chunki pomadkam ham tugadi. Tenglarimda ishlatadigan ranglarim ham tugadi.